Yoqdimi darvoza? Yoqdi. Ko'ngildadimi? Darvoza gap yo'q, rahmat. Sizlarga ham rahmat. Men mana beshikka chiqadi. Ana shuni qo'ysang ham bo'ldi-ku. Bo'lmas deb. Var. Mana Qamash tumani Savsan qishlog'iga o'rnatilgan darvozamiz 6.800 ming so'm bo'ldi. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Hurmatli obunachilar. Mana bitta darvozamiz o'rnatildi. Xudo xolasa. Gagarin ko'chaga. Shtampovka pechat darvozamiz. Darvozangiz juda yoqdi usta bu. Qo'lingiz dard bo'lmasin. Metalidan, boshqasidan muammo yo'q. Ko'plar masalan zo'r metal qo'yib beraman deb yuqa metal qo'yib olib kelib beryapti. Hammasini tekshirib oldim, juda zo'r, atlish. Yoqdimi sizga? Bizlardan rozimisiz? Rozimiz. Ko'ngildagidimi? Ko'ngildagidan ham ziyod. Rahmat sizga ham. Mana obunachilarimiz Xudo xolasa mana darvozamiz 13 millionga o'rnatildi. Mana shunday yordam beryapsizlar. Qaysiga? Mana bu to'ylarda, yaxshi kunlarda xizmat qilsin. Rozimisiz? Topganlaring tegiga bersin. Yaxshi kunlarga ishlatinglar. Rahmat, bu aytganingiz. To'ylarda, yaxshi kunlarda xizmat qilsin darvozalar. Rahmat, qo'llaring dard bersin. Xo'p, rahmat. Akangizga yordam. Yordam qo'yar, mana ortishur. Qadrli obunachilarimiz, mana bu darvozamizni o'rnatdik. Kimga kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga telefon qilasizlar. 385 ga 385 14 millionga o'rnatildi. Qamashi, O'zbekiston Mustaqillik ko'chasi. Darvozamiz o'z egasiga topshirildi. Duoni bering endi. Ha, usta bu sizlarga ham rahmat. Topganlaringizni o'zlaringizga bersin. Biz ham mevalar bo'lsa darvozadan qidirganlarda qilib yaxshi foydalanib, barakali darvoza bo'lsin. Ko'p yaxshi ishlar bo'lib, yaxshi ishlarda darvozamiz ochilib, yaxshi mehmon Aytganingiz bo'laman. Mana darvozamiz o'rnatildi, xudo xolasa 4 metrga 330 12 millionga o'rnatdik. 4 metr. Yana 4 balandligi 360 14 millionga yasab o'rnatib, ana kraskalar topshiramiz o'z egasiga. Xudo xolasa kraskalar ham chatga. Hamza, Obod ko'cha, Obod. Hamza ko'chadan kelaverishdagi Obod ko'chadan, Hamza ko'chadan kelaverishdagi Obod ko'chada o'rnatdik. Profillari 8 ga 8, korobkasi ichi 6 ga 4. Biri 6lik stenka, biri 7lik stenka, biri 8lik list qalin. Birlik o'rtada mana bijir birlik list. O'tirmang o'rnatdi. Xudo xolasa. Kimga? Endi bitta duo beraverasizmi aka? Hocam bizni darvozani o'rnatib bo'ldi. Молодец. Qo'li dard ko'rmasin, ishiga rivoj, doimo sog' bo'lsin. Shunday bolalar ko'payversin. Rozimisiz? Roziman. Молодец. Aka, to'ylar qiling, yaxshi kunlarda, Xudo xolasa ishlashaylik. Rahmat. Shu bilan mana bir xonadonga bitta darvozani o'rnatdik va kimga kerak bo'lsa telefon qilaverasizlar ekrandagi raqamlarga. Bitta duo bering. Baraka tomonlar. Yoqqan bo'lsa ishlaringga omad. Nasibsiz. Yaxshi kunlarga ishlab qo'llaring. To'ylarga. Rahmat.
Darvoza ham yaxshi kunlarda xizmat qilsin, to'ylaringizda xizmat qilsin. Mana bir darvozamizni o'rnatdik, xudo xolasa. Shu 10 balandligi, eni 3,5. Xola kaltini oldingizmi yo'qdi? Kaltini oldingizmi? Ha, kalitini O tomondikini oldingizmi? Kalit. Ha, bo'ldi, o tomondikini olasiz. Men bunikini o'zida turibdi olasiz. Darvoza yoqqan bo'lsa bitta duosini bering endi. Ha, duo bering bu kishilarning ishiga. Ha. Amin. Hani sahat vaqti xo'sh bo'lganingda bo'lsak, Xudoda qasmingiz xor bo'lmasin, bundan ham martabangiz baland bo'lsin, hamisha Xudo yor bo'lsin, Alloh taolo hamroh bo'lsin, Hazrat doimo qo'llab-quvvatlab tursin, bolalaringizni huzuriga ko'ring. Aytganingiz bo'lsin. Barakat toping, siz ham Xudo. To'ylarda, yaxshi kunlarda xizmat qilsin. Yoqdimi axir? Yo'qdi, zo'r. Rangi ham zo'r. Shular aytaverar qizil deb. Endi baba. Hozir qishloqda endi bunday svetdan ikkita bo'ldi. Ikkita joyda ko'rganman. Mana bu tomoni ochiladi, motorimni qo'shay molim keldi. Bo'ldi, bemalol. Ochib bering. Mana shuni bilan egasiga, o'z egasiga topshirib oldik. Kimga kerak bo'lsa, mana shu ekranda raqamlarga telefon qilaverasizlar. Super zaman. To'ylarda, yaxshi kunlarda xizmat qilsan Ahad aka. Bitta duo beraverasiz. Amin, sizlarda ham topgan to'ylarga ketsin. Kasb-korlaringga baraka bersin. Rahmat aka. Bir deb topganlaring ming millionlar bo'lsin. Avlodlaring gururlasin, yaxshi shogird qoldiringlar. Qo'llaring hamisha mana shunday gul bo'lsin. Elni duolarni o'yiring. Allohu akbar. Rahmat, rozi bo'ling aka. Ming marta roziman. Hadi. 385 ga 3 yillik darvozamiz. 13 million 500 ming so'mga o'rnatib berdik mana Ahad akamizga. Qamash tumani, Qashqadaryo viloyati Qamash tumani, Qashqadaryo ko'chasiga. Xayr, sog' bo'lasizlar. Qamash darvozalari YouTube kanalimiz va Telegram kanallarimiz bor, obuna bo'lib qo'yasizlar. Kimga kerak bo'lsa, o'sha ekranda raqamlarga telefon qilaverasizlar. Xullas, narxi buni 7 million o'rnatdik. Endi bitta duo berib yuboring Farhod aka. To'ylarda, yaxshi kunlarda xizmat qilsin aka. YouTube'ga chiqib ketasiz. Qanday bo'libdi, ulama? Konkretno. İşte bolaga rahmat. Bitta like bosing. Zo'r. Like bosing. Like bosinglar. Podpiska qo'yinglar deng. Siz nasıl bittasiz? Mana xudo xolasa kraska qilib chiroyli qilib o'rnatib oldik darvozamizda. Eni 4, balandligi 340. Kraska mokri kraska bo'ldi. Qo'llaringizga bo'lsin. Elda xalq orasida avriyli bo'lib, usta nomini qozonib beringlar. Allohu akbar. Rahmat. To'ylarda, yaxshi kunlarda xizmat qilsin bu. Mana endi yig'ishtirib qaytamiz uyga. Qamash tumani Marksizm qishlog'i Mayda qishlog'i aka. Bitta duo bering, yoqqan bo'lsa. buyursin. Yaxshi kunlarda ishlab kirsin deb to'ylar qilsin, shu xonadonda nasib bo'lsa. Aytganingiz bo'lsa. Mahallasi Qoratepa qishlog'iga darvozamizni o'rnatdik. Yoqdimi sizga? Ko'ngildagidekmi? Bitta duo beraverasiz endi. Ishlaringizga omad, bundan chiroyli darvozalar quringlar. Hammaga sog'lik, salomatlik tilayman deb. Ishingizga omad.
Rahmat. To'ylarda, yaxshi kunlarda xizmat qilsin. Kimga mana shunaqa darvozadan kerak bo'lsa, ikkaladan raqamlarga telefon qilaverasizlar. Xudo xolasa Sirachchaga yoqdimi? Zo'r, xudo. Farz joyim rahmat, nasib qilsa. Bitta duo berib yuboring endi. Amin, shu farzda ishlar bo'lgan, nasib qilsa bundan keyin bundan ham chiroyli darvoza yasa bizlar yorug'miz. Ha. To'ylarda, yaxshi kunlarda xizmat qilsin. Hammaga sog'lik, omonlik. Barakat.